Bu tarafda mana mototsikllarimiz ham o'chirda turibdi. Bu tarafda esa KAMAZlarimiz. Atlas Novidan qurilish qilaman degan hollarimiz uchun ishlarimiz mana chiqib tayyoridan bor. Bu videomiz G'ijzavodni o'zidan bo'lyapti. Avvaldan bor assalomu alaykum. Bog'dod shopinachilari, xudo xolasa mana ishlarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tandirni ichidan mana buzuq ovozini qarang, mana ovozini. Dahnalar oldi. Qizilroq bo'ladi, unisiga e'tibor bermaymiz. U strajniy holati emas. Mana ichilarini ko'rishimiz mumkin. Razmerlarga kelsak 25, 12, 6 bo'ladi standart razmerlarda. Sifatlari a'lo darajada. Bu tarafda esa mana xumdonimizni ichidan bo'lgan holatlari. Aksariyat Atlasnoy bo'ladi ishlarimiz. Mana ko'rsatib o'tamiz. Oqidan deysizlarmi? Ovozini ham o'zi eshitib bilmasanglar bo'laveradi. Sho'rlari qanaqa degan so'ragan akaxonlarimiz uchun sho'rlarini 5% chiqishi mumkin deyilyapti, lekin shu paytgacha klientlarimizdan murojaat tushgani yo'q. Ya'ni sho'rlayapti, netyapti degan narsa bo'lgani yo'q. Narxlariga kelsak, zavodni o'zida 750 so'm qilib qo'yganmiz. Aksiya narxlarda qilib oddiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xohlang 2000 talik narxiga to'g'richa minadi-yu, lekin aksariyat 5000 talik, 10000 talik mashinalarimiz bor, lekin 3000 talik, 2000 talik ishlarni ham bitirib berishimiz mumkin. Kimga shunaqa qilishlar kerak bo'lsa, nomerlar pastda qoldiramiz, aloqaga chiqaveramiz va tafsil ma'lumotni ham aloqaga chiqqan pullarga yetkazib beraveramiz. Noto'g'ri ishdan uzoqlashmang. Omada bo'lishni unutmanglar.